Yo'ldoshi mahallasida yashovchi Umurzoq Kamoliddin. Hovlimiz 10 sotixdan iborat. 2 sotiq ekadigan ekin maydonimiz bor. Endi qishda ko'proq 90 boshli ekinlardan sarimsoq, piyoz ekamiz. Bahorga o'tib bodring, pomidor bularni ekamiz. Pomidor, bodring o'zimiz tomorqamizdan chiqadi. Endi ko'chadan sotib olmaslik uchun o'zimizga o'sha yerda foydalanib turamiz uyda. Chorvamizdan 20 ta qo'yimiz bor. 3 bosh molimiz bor. Yaxshi, Xudo xolisi daromadlari. Hovlimizda orqa tarafida qo'shimcha 6 sotiqdan iborat issiqxonamiz bor. O'shandan qishda foydalanib turamiz. Asosli zelin ko'katlarni ekamiz. Bahorga chiqib, uning o'rniga baqlajon ekamiz. Bir yilda endi o'rtacha 10 million atrofida daromad qilamiz. Oila a'zolarimiz bilan shu yerda 4 kishi band bo'lib, shu yerda ishlaymiz. Chorva bilan, dehqonchilik bilan shug'ullangan odam kam bo'lmaydi. Asosli sut, go'shtlar o'zimizdan chiqadi. Yeb ichishlar yaxshi, Xudo xolisa. Mehnat qilgan odam yaxshi baribir. Men asosli yoz kunlarda ustalar bilan ishlayman. Qiladigan ishim ustachilik. Bekorchilik paytimda shu tomorqa bekor turmasligi uchun zelinlarni ekib, qo'shimcha daromad qilib yashaymiz. Harakat qilsangiz yaxshi baribir.